Insoniyat doimo yangi imkoniyatlar izlagan, boylik, qudrat va taraqqiyot sari intilgan. Ammo ba'zan eng katta xavf biz kutmagan joydan paydo bo'ladi. Uzoq okeanlar bag'rida, odamlar nazaridan chetda yashayotgan g'aroyib mavjudotlar topildi. Ular oddiy hayvonlar emas. Ular o'rganar, mehnat qilar, buyruqlarni tushunar va tobora rivojlanib borardi. Insonlar bu mavjudotlarni kashfiyot deb qabul qildi. Ularni dunyo bo'ylab tarqatdi. Zavodlar qurildi, savdolar kengaydi, boyliklar ortdi. Salamandralar insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismiga aylandi. Ammo foyda ketidan quvgan insonlar bir narsani unutdi. Har bir kuchning chegarasi bo'ladi. Har bir kashfiyotning oqibati bor. Salamandralar son jihatdan ko'paydi, bilimlarni egalladi, texnologiyalarni o'rgandi va asta-sekin ular insoniyatga muhtoj bo'lmay qoldi. Bir paytlar odamlar boshqargan mavjudotlar endi o'z taqdirini o'zi belgilashni istardi. Ular yer yuzini o'z ehtiyojlariga moslashtirishga kirishdi. Sohillar qulay boshladi. Shaharlar suv ostida qoldi. Insoniyat esa o'zi yaratgan xavf qarshisida ojiz edi. Bu shunchaki fantastik hikoya emas. Bu insonning ochko'zligi, haddan tashqari ishonchi va kelajak haqidagi ogohlantirishdir. Agar inson faqat foydani o'ylasa, agar kuch va boylik ortidan ko'r-ko'rona quvsa, bir kun kelib o'zi yaratgan kuch unga qarshi chiqishi mumkin. Karl Chapekning dunyoga mashhur romani Salamandralar bilan jang insoniyat va uning eng katta dushmani haqidagi hikoya. Va bu dushman har doim ham dengiz tubida yashamaydi. Ba'zan u insonning o'z qalbida yashaydi. Karl Chapek. Salamandralar bilan jang.